Assalomu alaykum aziz do'stlar. Bugungi videomiz sizning mobil aloqa xarajatlaringizni tubdan o'zgartirishi mumkin bo'lgan juda muhim ma'lumotlarga bag'ishlanadi. Agar siz o'zingizni nega men har oy shuncha ko'p to'layman, internetim tez tugaydi yoki nega qo'shnim xuddi shunday xizmat uchun kamroq to'laydi degan savollar bilan qiynayotgan bo'lsangiz, demak bu video aynan siz uchun. Men sizga mobil operatorlarimiz jamoatchilikka oshkor etmaydigan, lekin mavjud bo'lgan maxfiy tariflar va maxsus takliflar haqida gapirib beraman. Bu ma'lumotlar shunchalik qimmatliki, uni bilmasdan turib har oy yuzlab, ba'zida minglab so'm ortiqcha to'lab yurasiz. Operatorlar bu haqda indamaydi. Chunki ularga sizning hozirgi ular uchun qulayroq tariflarda qolishingiz foydali. Shuning uchun hozirroq videoga like bosing va kanalimizga obuna bo'ling. Chunki siz hozir eshitadigan ma'lumotlar hayotingizda katta o'zgarish yasashi mumkin. Bu videoni oxirigacha ko'ring, birorta ham muhim detalni o'tkazib yubormang. Muammoning mohiyati oldin qanday edi va hozir nima o'zgardi, keling, avval vaziyatni tushunib olaylik. Bir necha yillar avval mobil aloqa bozori unchalik ham to'yingan emas edi. Operatorlar soni kamroq, takliflar esa soddaroq edi. Tariflar odatda bir nechta standart paketlardan iborat bo'lib, ularning shartlari juda aniq va shaffof edi. Ko'pchilik abonentlar o'zlariga mos keladigan tarifni osongina topa olardi. Chunki tanlov unchalik katta emasdi va narxlar ham nisbatan barqaror edi. Har bir yangi tarif rejasining asosiy shartlari, uning afzalliklari va kamchiliklari reklama kompaniyalari orqali keng jamoatchilikka yetkazilardi. Abonentlar uchun barcha ma'lumotlarga ega bo'lish nisbatan oson edi. Operatorlar o'rtasida raqobat bo'lsa ham, u asosan xizmat sifati va qamrovga qaratilgan edi. Ular asosan o'z tarmoqlarini kengaytirish va yangi texnologiyalarni joriy etish orqali mijozlarni jalb qilishga intilishar edi. Tarif rejalarining tarkibi va narxlari o'zgarishi ham asosan umumiy bozor tendensiyalariga va abonentlar sonining ortishiga bog'liq edi. Shuningdek, aloqa xizmatlari ko'pincha to'g'ridan-to'g'ri va oshkora tarzda taqdim etilardi. Bugungi kunda esa vaziyat butunlay boshqacha. Mobil aloqa bozori juda raqobatbardosh. Operatorlar soni ko'p, ularning har bir mijozlarni jalb qilish va saqlab qolish uchun turli strategiyalarni qo'llamoqda. Bu raqobat shiddatli tus bo'lganligi sababli operatorlar o'z xarajatlarini optimallashtirish va daromadlarini oshirishga intilishmoqda. Natijada ular ommaviy reklama orqali o'zlarining eng foydali va daromadli tariflarini targ'ib qilishadi. Ya'ni siz televideniya, radio, internet bannerlarda yoki reklama taxtalarida ko'radigan tariflar odatda operator uchun eng qulay va abonent uchun u qadar ham tejamli bo'lmagan takliflardir. Bu tariflar operatorning o'rtacha daromadini oshirishga qaratilgan bo'ladi. Ular sizga ma'lum bir miqdordagi xizmatlar uchun maksimal narx to'latishni maqsad qilgan. Ushbu ommaviy tariflar ko'pincha abonentlarning butun ehtiyojlarini qondirmaydi. Natijada abonent qo'shimcha internet paketlari, daqiqalar yoki SMS'lar sotib olishga majbur bo'ladi. Bu esa operatorning daromadini yana oshiradi. Biroq bu rasmiy tariflardan tashqari maxfiy yoki yashirin tariflar ham mavjud. Ular reklama qilinmaydi. Chunki ular operator uchun unchalik foydali emas, lekin ular abonent uchun juda qulay shartlarni taklif qilishi mumkin. Bu tariflar odatda ma'lum bir abonent segmentlari uchun, masalan, uzoq yillik mijozlar uchun, korporativ mijozlar uchun yoki maxsus aksiyalar doirasida taqdim etiladi. Ba'zan ular shunchaki eski, juda qulay bo'lgan, ammo rasman yopilmagan tariflar bo'lishi mumkin. Operatorlar ularni ommalashtirishdan manfaatdor emas. Chunki bu ularning daromadiga ta'sir qiladi. Ular sizni o'z-o'zidan shu kabi tariflarga o'tkazmaydi. Aksincha sizdan bu haqda so'rashingizni kutishadi. Agar siz bu tariflar haqida bilmasangiz, operator sizni o'zining joriy, ancha qimmatroq tariflardan birida ushlab qolaveradi. Aslida operatorlar bu haqda mutlaqo sukut saqlaydi. Ba'zida hatto mijozlarga bu kabi takliflar mavjud emasligini aytib, noto'g'ri ma'lumot berish ham mumkin. Bu aynan bugungi kundagi muammoning eng tub mohiyati. Ular uchun har bir abonentning o'zining eng daromadli tarif rejasida qolishi ustuvor vazifa hisoblanadi. Asosiy qism nimalarni bilish kerak? Kim xavotir olishi kerak va kim xavotirlanishi shart emas, keling. Ushbu maxfiy tariflar dunyosiga chuqurroq kiramiz va nimalarni bilishimiz kerakligini batafsil ko'rib chiqamiz. Bu sizga qanday yordam berishi mumkinligini tushunish uchun avvalo bu maxfiy tariflar qanday ko'rinishda bo'lishini tasavvur qilishimiz kerak. Ular har doim ham yashirin bo'lib qolavermaydi. Ba'zan ularni topish va ulardan foydalanish uchun
ozgina harakat qilish talab etiladi. Birinchidan, bu eski ammo oltin tariflar. Operatorlar vaqti bilan yangi tarif rejalarini joriy etishadi va eskilarni arxivga o'tkazishadi. Ba'zan ushbu arxivlangan tariflar yangi takliflarga nisbatan ancha qulayroq shartlarni taklif etishi mumkin. Masalan, eskirgan tariflarda siz hozirgi ommaviy tariflarga qaraganda 2 barobar ko'proq internet, SMS yoki daqiqalarga ega bo'lishingiz mumkin, yoki narxi ancha arzon bo'lishi mumkin. Lekin ularni ommaviy saytlarda yoki reklama bannerlarida topa olmaysiz. Ular operatorning veb saytidagi arxiv bo'limida yashiringan bo'lishi mumkin, yoki operatorning maxsus xodimlarigina bu haqda ma'lumotga ega bo'lishi mumkin. Bunday tariflarni topish uchun ozgina ter to'kishga to'g'ri keladi. Ammo natija bunga arziydi. Misol uchun tasavvur qiling, siz foydalanayotgan operatorning 2019 yilda joriy qilingan super ekonom tarifi bor edi. U oyiga 25 ming so'm evaziga 10 giga internet. Bir gün tarmoq ichida daqiqa va 500 SMS taklif qilar edi. Bu tarif o'sha paytlar uchun juda arzon va qulay edi. Bugungi kunda esa operatorning joriy tariflaridan biri Optimal Plus deb nomlanuvchisi 30 ming so'mga atiga 8 giga internet. 800 daqiqa va 300 SMS beradi. Ko'rinib turibdiki, eski super ekonom tarifi yangi Optimal Plusga qaraganda 5 ming so'm arzon bo'lishiga qaramay, 2 giga ko'proq internet, 200 daqiqa ko'proq suhbat va 200 ta ko'proq SMS taklif etadi. Eski tarif ancha foydali, ammo u yangi ulanishlar uchun ochiq emas va reklama qilinmaydi. Shunday holatda sizning vazifangiz bunday arxiv tariflarining mavjudligini aniqlash va ularga o'tish imkoniyatini so'rashdir. Operatorlar avvaliga bu mumkin emasligini aytishi mumkin, lekin qat'iyatli bo'lsangiz, ba'zida imkoniyat topiladi. Ba'zi eski tariflarda ijtimoiy tarmoqlar uchun cheksiz trafik ham kiritilgan bo'lishi mumkin. Bu esa bugungi kunda alohida to'lanadigan xizmatga aylangan. Ikkinchidan, korporativ tariflar yoki yopiq guruhlar uchun takliflar. Ba'zi operatorlar yirik kompaniyalar, davlat tashkilotlari yoki maxsus muassasalar, masalan, ta'lim, sog'liqni saqlash sohasi xodimlari uchun maxsus shartlar bilan tariflar taklif qilishadi. Bu tariflar odatda juda jozibador bo'ladi. Chunki operator korporativ mijozlar orqali ko'p sonli abonentlarni bir yo'la jalb qiladi va bu ularga barqaror daromad manbai bo'lib xizmat qiladi. Ushbu turdagi tariflarda cheksiz tarmoq ichidagi qo'ng'iroqlar, arzonroq internet paketlari yoki qo'shimcha xizmatlar, masalan, cheksiz messenjerlar, ijtimoiy tarmoqlar umumiy bozor narxidan ancha past narxda taqdim etiladi. Garchi siz bevosita bunday korporativ mijoz bo'lmasangiz ham. Ba'zida bu tariflarga kirish imkoniyatini topish mumkin. Masalan, sizning do'stingiz yoki oila a'zolaringizdan bir yirik kompaniyada ishlasa va ular uchun maxsus tarif rejasi mavjud bo'lsa, ba'zida ularning nomidan ikkinchi raqamni rasmiylashtirib, shu tarifga ulanish imkoniyati paydo bo'ladi. Yoki ba'zi operatorlar ma'lum bir soha xodimlari, masalan, o'qituvchilar, shifokorlar uchun alohida maxfiy tariflarni joriy etishadi, lekin buni ochiqchasiga e'lon qilishmaydi. Bunday tariflar haqida ko'pincha ushbu sohalardagi odamlar o'rtasida og'zaki ravishda ma'lumot tarqaladi. Sizning vazifangiz bu kabi imkoniyatlarni izlash va so'rashdan iborat. Masalan, sizning qishloq shifoxonasida ishlaydigan amakangiz bor. Unga operator oyiga 35 ming so'mga 20 giga internet, 2000 daqiqa va cheksiz tarmoq ichi qo'ng'iroqlarni taklif qilgan. Bu tarif boshqalar uchun mavjud emas. Agar siz bu haqda bilsangiz, amakangizdan qanday qilib bunday tarifga o'tish mumkinligini so'rashingiz yoki uning nomidan ikkinchi sim kartani olish imkoniyatini o'rganishingiz mumkin. Uchinchidan, abonentni ushlab qolish tariflari, retention offers. Bu eng qiziqarli va kamdan kam uchraydigan maxfiy takliflardan biridir. Agar siz operator xizmatlaridan uzoq vaqt foydalanayotgan bo'lsangiz, lekin tarifingizdan norozi bo'lib, boshqa operatorga o'tishni rejalashtirayotgan bo'lsangiz, aynan shu paytda operator sizga juda jozibador taklif bilan chiqishi mumkin. Bu tariflar odatda umumiy ro'yxatlarda mavjud emas va faqat mijozlarni saqlab qolish bo'yicha mutaxassislar tomonidan taklif etiladi. Ular sizga odatdagidan 2 barobar ko'p internet, daqiqa va SMSlarni xuddi shu narxga yoki hatto arzonroq narxga taklif qilishlari mumkin. Bunday takliflarni olish uchun odatda operatorning ishonch telefoniga qo'ng'iroq qilib, tarifingizdan norozi ekanligingizni va boshqa operatorga o'tishni rejalashtirayotganingizni aytishingiz kerak bo'ladi. Ko'pincha birinchi xodim sizga standart takliflarni berishi mumkin.
Ammo ikkinchi darajali xodimlar yoki maxsus bo'limlar sizga chinakam maxfiy takliflarni berishga qodir. Bu jarayon bir oz murakkab bo'lishi mumkin. Ammo agar sizning mobil aloqa xarajatlaringiz yuqori bo'lsa, bu harakatlarga arziydi. Misol uchun bir abonent oyiga 20 ming so'mga 25 gigat internet va 1000 daqiqa olardi. Uning interneti tez tugab, har oy qo'shimcha paketlar sotib olishga majbur bo'lardi. Telefon orqali operatorga qo'ng'iroq qilib, u boshqa operatorga o'tmoqchi bo'lgani jiddiy tarzda aytdi va o'zining operatorga sodiqligini saqlab qolish uchun jozibador taklif kutayotganini bildirdi. Operatorning mijozlarni saqlab qolish bo'limidan unga 5 ming so'm evaziga 25 gigabayt internet, tarmoq ichida cheksiz qo'ng'iroqlar va boshqa operatorlarga 1500 daqiqa taklif qilishdi. Bu degani abonent arzonroqqa ko'proq xizmatga ega bo'ldi. Operator esa uni mijoz sifatida saqlab qoldi. Har ikki tomon uchun ham bu foydali natija. Bu takliflar individual bo'lib, har bir mijozning operator bilan o'zaro munosabatlari va sarflagan mablag'larga qarab farq qilishi mumkin. Kim xavotir olish kerak? Bu ma'lumotlar birinchi navbatda har oy mobil aloqa uchun ko'p pul to'layotgan, lekin o'zlarining tarif rejalari bilan to'liq qoniqmaydigan barcha abonentlar uchun muhim. Agar sizning internetingiz tez tugayotgan bo'lsa yoki daqiqalaringiz yetmayotgan bo'lsa va siz qo'shimcha to'lovlar qilayotgan bo'lsangiz, demak siz xavotir olishingiz kerak. Ayniqsa quyidagi toifadagi odamlar: 1. Yuqori mobil aloqa xarajatlari borlar. Agar siz oyiga 30 ming so'mdan ko'proq mablag' sarflayotgan bo'lsangiz, lekin hozirgi tarifingiz sizning ehtiyojlaringizni to'liq qondirmasa, demak siz maxfiy tariflarni izlashingiz shart. Misol uchun siz har oy 6 ming so'm to'lab 20 gigabayt internet ishlatasiz. Lekin sizga doimiy ravishda qo'shimcha trafik sotib olishga to'g'ri keladi. Chunki 20 gigabayt yetmaydi. Har bir qo'shimcha 5 gig uchun 10 ming so'm to'laysiz va oyga yana 2-3 marta shunday paket sotib olasiz. Bu sizning umumiy xarajatingizni 80 ming, 90 ming so'mga yetkazadi. Yoki sizning qo'ng'iroqlaringiz ko'p va bonus daqiqalaringiz tez tugab, daqiqasiga 200 so'mdan gaplashishga majbur bo'lasiz. Ehtimol. Maxfiy tariflarda 2000 ming so'mga 3000 gigabayt internet va cheksiz tarmoq ichida daqiqalar bo'lishi mumkin. Bu holatda siz kamroq pulga ko'proq xizmat olasiz va ortiqcha xarajatlardan xalos bo'lasiz. Internetga bog'liq foydalanuvchilar. Agar siz doimiy ravishda internetdan foydalanadigan ijtimoiy tarmoqlarda, Instagram, Facebook, messenjerlarda, Telegram, WhatsApp, video tomosha qilish, YouTube, TikTok yoki onlayn o'yinlar o'ynash bilan shug'ullanadigan bo'lsangiz, sizga ko'proq trafik kerak bo'ladi. Standart tariflar ko'pincha cheklangan trafik taklif etadi. Bu esa tezda tugaydi. Maxfiy tariflarda cheksiz trafik yoki juda katta hajmdagi internet paketlari mavjud bo'lishi mumkin. Bu sizning xarajatlaringizni sezilarli darajada kamaytiradi. Aytaylik, siz kuniga bir necha soat TikTokda video tomosha qilasiz va bu har oy 30-40 gigabayt internetingizni yutib yuboradi. Oddiy tariflarda bunga 10-15 gigabayt tezda ketadi. Agar operatorning maxfiy tarifida cheksiz TikTok yoki ertalabki soatlarda cheksiz internet taklifi bo'lsa, siz juda ko'p tejaysiz. Chunki sizning asosiy trafik paketlaringiz tejalib qoladi. O'ch qo'ng'iroqlar va SMS ko'p bo'lganlar. Agar siz oila a'zolari, do'stlar yoki ish hamkasblaringiz bilan muntazam ravishda qo'ng'iroqlar qilsangiz, sizga ko'proq daqiqalar va SMSlar kerak bo'ladi. Ko'pgina maxfiy tariflar tarmoq ichida cheksiz qo'ng'iroqlar yoki boshqa operatorlarga mo'l daqiqalar taklif etadi. Bu esa sizni ortiqcha xarajatlardan xalos qiladi. Sizning ishingiz telefon orqali doimiy muloqotni talab qiladi. Masalan, savdo vakili yoki mijozlarga xizmat ko'rsatish menejeri. Siz har oy o'tmay 6000 daqiqa sarflaysiz. Standart tariflar odatda 1000 daqiqa beradi. Keyin daqiqasiga 200 so'mdan hisoblanadi. Bu sizning oyiga qo'shimcha 300 ming, 500 ming so'm to'lashingizga olib kelishi mumkin. Maxfiy tarifda esa 6000 ming so'm evaziga 5000 daqiqa berilishi mumkin. Ba'zida esa tarmoq ichida cheksiz qo'ng'iroqlar taqdim etiladi. Farqni tasavvur qiling. 4. Bir operatorga uzoq muddat sodiq qolganlar. Agar siz bir operatorning xizmatidan 5 yildan ortiq vaqt davomida foydalanayotgan bo'lsangiz, lekin hech qachon tarifingizni o'zgartirmagan bo'lsangiz yoki doim faqat reklama qilingan tariflarga o'tib kelgan bo'lsangiz, sizda maxfiy takliflar olish imkoniyati yuqori.
Operatorlar o'zlarining sodiq mijozlarini qadrlashadi va ularni yo'qotishni istamaydilar. Yuqorida aytib o'tganimizdek, bu retention offers deb nomlanuvchi takliflar orqali amalga oshirilishi mumkin. Ular sizni boshqa operatorga o'tkazib yubormaslik uchun maxsus shartlar taklif qilishga tayyor bo'lishadi. Kim xavotirlanishi shart emas. Albatta, hamma ham bu maxfiy tariflarni izlash shart emas. Agar siz quyidagi toifaga kirsangiz, ehtimol sizning hozirgi tarifingiz sizga to'liq mos keladi va maxfiy tariflarni izlashga vaqt sarflashga hojat yo'q bermang. Mobil aloqadan kam foydalanuvchilar. Agar siz mobil telefondan asosan kiruvchi qo'ng'iroqlarni qabul qilish uchun foydalansangiz, oyga juda kam qo'ng'iroq qilsangiz, internetdan esa deyarli foydalanmasangiz, ehtimol siz uchun eng oddiy va arzon tariflar yetarli. Masalan, oyga 15 ming so'mlik tarif sizga 500 megabayt internet, 100 daqiqa va e-xil SMS bersa va siz barcha xizmatlaringizdan to'liq foydalana olsangiz, ortiqcha sarf xarajatsiz. Unda siz maxfiy tariflarni izlashdan manfaatdor emassiz. Sizning hozirgi tarifingiz sizning ehtiyojlaringizni to'liq qondiradi va ortiqcha xarajatlaringiz yo'q. Bu holatda qo'shimcha qidiruvlar sizga faqat vaqt yo'qotishingizga olib keladi. Real tejamkorlik bermaydi. Yaqin. Joriy tarifdan to'liq mamnunlar. Agar siz hozirgi tarifingizning shartlari, narxi va xizmat sifati bilan to'liq qoniqayotgan bo'lsangiz, hech qanday ortiqcha xarajatlarga duch kelmayotgan bo'lsangiz va doimiy ravishda trafik yoki daqiqa qo'shimchalari sotib olishga majbur bo'lmasangiz, unda sizga maxfiy tariflarni izlash shart emas. Sizning operatoringiz sizga mos bo'lgan taklifni allaqachon bergan bo'lishi mumkin. Sizning ehtiyojlaringiz hozirgi shartlarga to'liq mos keladi. Shuning uchun boshqa variantlarni qidirishda mantiq yo'q. Yuqori byudjetli premium mijozlar. Ba'zi abonentlar uchun narx muhim emas. Ular uchun asosiysi eng yuqori sifatli va cheksiz xizmatlarga ega bo'lishdir. Agar siz eng qimmat tariflarda bo'lsangiz, masalan, oyga 1,5 ming so'm yoki undan ko'proq to'laysiz va u sizning barcha ehtiyojlaringizni cheksiz internet, cheksiz daqiqalar, ko'plab xalqaro qo'ng'iroqlar, premium xizmatlar qondirayotgan bo'lsa va siz har qanday holatda ham operatoringizning eng yaxshi mijozlari qatorida qolishni istasangiz, unda bu maxfiy tariflar siz uchun unchalik ahamiyatli bo'lmasligi mumkin. Siz allaqachon operator taklif qilishi mumkin bo'lgan eng yaxshi shartlardan foydalanayotgan bo'lishingiz ehtimoli bor. Chunki premium tariflar odatda maksimal imkoniyatlarni o'z ichiga oladi. Asosiy qism eki qoidalar istisnolari. Tuzoqlar va noaniq nuanslar maxfiy tariflar dunyosi bir qarashda juda jozibador ko'rinsa-da, bu yerda o'ziga xos qoidalar, kutilmagan to'siqlar va ba'zida tushunarsiz jihatlar ham mavjud. Ularni bilmasdan harakat qilsangiz, foyda o'rniga zarar ko'rishingiz mumkin. Keling, bu muhim detallarni batafsil ko'rib chiqamiz. Shunda siz to'liq qurollangan bo'lasiz. Birinchidan, maxfiy tariflarning o'ziga xos cheklovlari bor. Ba'zi tariflar faqatgina yangi ulanishlar uchun mo'ljallangan bo'lishi mumkin. Ya'ni agar siz allaqachon ushbu operatorning abonenti bo'lsangiz, bunday tarifga o'tish imkoniyatingiz bo'lmasligi mumkin. Bu ko'pincha jozibador start yoki birinchi ulanish kabi nomlar ostida e'lon qilinmagan aksiyalar doirasida uchraydi. Siz bu tarifni qandaydir forumda yoki do'stingizdan eshitib, qiziqib operatorga murojaat qilasiz. Ammo sizga bu taklif faqat yangi mijozlar uchun ekanligini aytishadi. Bu holda siz yangi sim karta sotib olishingizga to'g'ri keladi. Bu esa eski raqamingizni yo'qotishingiz yoki ikkita telefon ishlatishingizni anglatadi. Bu har doim ham qulay emas. Chunki ko'pchilik o'zining eski, yaxshi tanish raqamidan voz kechishni istamaydi. Agar shunday cheklov mavjud bo'lsa, unga o'tishning amaliy foydasi kamayadi. Shu bois tarif shartlarini diqqat bilan o'qish, ulanish imkoniyatlari kimlar uchun ekanligini aniqlash muhimdir. Ikkinchidan, tariflar shartlarining o'zgarishi. Ba'zi maxfiy tariflar dastlab juda qulay shartlarni taklif etsa-da, ma'lum bir muddatdan keyin, masalan, 3 oydan yoki 6 oydan keyin ularning shartlari o'zgarishi mumkin. Narx oshishi yoki internet daqiqalar hajmi kamayishi mumkin. Bu ayniqsa operatorning mijozlarni o'ziga jalb qilish strategiyasining bir qismi bo'lib, ular dastlab arzon narxlarda yuqori xizmatlar taklif qilib, keyinroq tarifni normal darajaga qaytarishadi. Bunday holatda siz tarifga o'tganingizdan so'ng qisqa muddatli foydaga erishasiz, ammo uzoq muddatda yana eskisi kabi yoki undan ham yomonroq shartlarga tushib qolishingiz mumkin. Masalan, siz 30.000 so'mga 2000 giga internet va cheksiz daqiqalarni o'z ichiga olgan maxfiy tarifga o'tdingiz.
Lekin tarif shartlarining mayda shriftli qismida ushbu taklif dastlabki 6 oy davomida amal qiladi. Keyinchalik tarif avtomatik ravishda standart plus rejasiga o'tkaziladi. Uning narxi girdi 1 million so'm, lekin unda atiga 10 GB internet va 500 daqiqa bor degan yozuv bor edi. Bu sizni kutilmagan xarajatlar va cheklovlarga olib kelishi mumkin. Shuning uchun har doim tarifning umr davrini va uning shartlari qachon o'zgarishini so'rash muhimdir. Agar sizga bu tarif umrbod shunday shartlarda qoladi deb aytilsa ham, doim ehtiyot bo'ling va shartnomani yoki tarif tavsifini diqqat bilan o'qing. Ba'zan mayda shrift bilan yozilgan bir qator sizni kutilmagan xarajatlarga olib kelishi mumkin. Uchinchidan, operator xodimlarining ma'lumotsizligi yoki qasddan ma'lumot berishdan bosh tortishi. Operatorlarning kol markaz xodimlari yoki ofisdagi maslahatchilar ba'zida barcha maxfiy tariflar haqida to'liq ma'lumotga ega bo'lmasligi mumkin. Yoki ularga bu kabi tariflarni reklama qilish yoki taklif qilish taqiqlangan bo'lishi mumkin. Chunki ular operator uchun kamroq daromad hisoblanadi. Ba'zan sizga bunday tariflar umuman mavjud emasligi aytiladi. Bu holatda siz qat'iyatli bo'lishingiz kerak. Bir xodimdan ma'lumot ola olmasangiz, ikkinchisiga murojaat qiling. Boshqa kanal, masalan, operatorning ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalar orqali so'rab ko'ring. Ba'zida ustoz xodimlar yoki yuqori darajadagi mutaxassislar, ayniqsa mijozlarni ushlab qolish bo'limi xodimlari bu maxfiy takliflar haqida bilishi mumkin. Shuning uchun suhbatni chuqurlashtirib, operatoringizni o'zgartirish niyatida ekanligingizni ta'kidlash orqali retention bo'limi bilan bog'lanishni so'rashingiz mumkin. Bu bo'lim xodimlari sizga eng yaxshi maxfiy takliflarni berishi ehtimoli yuqori. Ular bonuslar va maxsus shartlar berishga vakolatli bo'lishadi. 4-dan, eski qulay tarifni yo'qotish xavfi. Agar siz hozirda eski ammo nisbatan qulay tarifdan foydalanayotgan bo'lsangiz, uni yangi maxfiy tarifga almashtirishdan oldin 2 marta o'ylab ko'ring. Ba'zida eskisi yangidan afzal bo'lib chiqishi mumkin. Chunki ba'zi operatorlar eski tariflarni arxivga o'tkazgach, ularning shartlarini o'zgartirmasdan qoldirishadi. Ammo yangi tariflar bilan bir xil narxga kamroq xizmat taklif etishadi. Agar siz eski tarifingizdan yangi tarifga o'tsangiz, avvalgi tarifingizga qaytish imkoniyati ko'pincha bo'lmaydi. Shu sababli har qanday o'tishdan oldin yangi tarif shartlarini o'z tarifingiz bilan juda diqqat bilan solishtiring. Masalan, sizda 2005 yildan qolgan tarif bor. U oyiga 3 million so'mga gigabayt internet va tarmoq ichida cheksiz qo'ng'iroqlar beradi. Siz qandaydir yashirin tarif haqida eshitdingiz, u 25 million so'mga 8 gigabayt beradi. Narx arzonroq bo'lgani uchun o'tib ketishingiz mumkin. Lekin sizda 2 gigabayt internet kamayadi va agar tarmoq ichida cheksiz qo'ng'iroqlar bo'lmasa, bu siz uchun katta yo'qotish bo'lishi mumkin. Eski tarifingiz esa endi mavjud emas, unga qayta o'ta olmaysiz. Shunday vaziyatlarda har doim barcha detallarni inobatga olish zarur. Ehtiyotkorlik bilan qaror qabul qiling, chunki orqaga qaytish yo'li bo'lmasligi mumkin. 5-dan, tarmoq sifati va qamrovi. Ba'zi maxfiy tariflar hududiy cheklovlarga ega bo'lishi mumkin. Ular faqat ma'lum bir viloyatda yoki shaharda faoliyat yuritishi mumkin. Yoki ushbu tariflarda internet tezligi cheklanishi mumkin. Hatto cheksiz internet taklif qilingan bo'lsa ham. Misol uchun, bir operatorning mahalliy cheksiz tarifi bor. U faqat Toshkent viloyati ichida cheksiz internet va daqiqalarni taklif qiladi. Agar siz boshqa viloyatga chiqsangiz, tarif shartlari o'zgarishi yoki qo'shimcha to'lovlar hisoblanishi mumkin. Yoki maxfiy tarifda beriladigan cheksiz internet aslida ma'lum bir hajmdan, masalan, 30 GB tezligi pasayishi mumkin. Fair usage policy. Bu ma'lumotlar mayda shrift bilan yozilgan bo'lishi yoki operator saytining bir chetida yashiringan bo'lishi mumkin. Bularni operatorlar har doim ham aniq ko'rsatib o'tmaydi. Shuning uchun tarmoq qamrovi va tezlik cheklovlari haqida ham so'rab olish juda muhimdir. Ayniqsa siz tez safarga chiqsangiz yoki internetdan yuqori tezlikda foydalanishni talab qiladigan ishingiz bo'lsa. 6-dan, bonuslar va qo'shimcha xizmatlar. Ba'zi maxfiy tariflar faqatgina asosiy xizmatlar, internet daqiqa SMS jihatdan qulay bo'ladi, lekin ularda qo'shimcha bonuslar, masalan, Telegram, Instagram, YouTube uchun cheksiz trafik yoki boshqa operatorlar bilan bir xil darajada taklif etiladigan bepul xizmatlar bo'lmasligi mumkin. Masalan, sizning hozirgi tarifingizda cheksiz YouTube xizmati bor. Lekin siz topgan maxfiy tarifda bu xizmat mavjud emas. Agar siz doimiy ravishda YouTube'dan foydalansangiz, bu siz uchun katta yo'qotish bo'lishi mumkin.
Chunki umumiy internetingiz tezroq tugaydi va siz yana qo'shimcha trafik sotib olishga majbur bo'lasiz. Yoki to'lingi tarifingizda roaming uchun chegirmalar bo'lgan yangi maxfiy tarifda esa yo'q. Agar siz tez-tez chet elga chiqsangiz, bu ham muhim detal. Shunday ekan, tarifga o'tishdan avval barcha qo'shimcha xizmatlar va bonuslar ro'yxatini ham diqqat bilan solishtiring. Ular sizning kundalik hayotingizdagi mobil aloqa ehtiyojlaringizga qanchalik mos kelishini aniqlang. Barcha shu nuanslarni hisobga olgan holda. Maxfiy tarifga o'tishdan oldin juda diqqatli bo'lish va har bir detalni aniqlashtirish shart. Barcha ma'lumotlarni yig'masdan shoshilinch qaror qabul qilishdan saqlaning. Operatorlardan ma'lumot olishda qat'iyatli bo'ling va ular bergan ma'lumotlarni boshqa manbalar, masalan, operatorning rasmiy veb-sayti. Agar u yerda arxiv tariflar bo'lsa yoki ishonchli forumlar bilan solishtirishga harakat qiling. Bu sizni potensial muammolardan himoya qiladi va siz haqiqatdan ham foydali taklifni tanlaganingizga ishonch hosil qilishga yordam beradi. Amaliy maslahat: abonent nima qilishi kerak? Endi eng muhim qismga yetib keldik. Siz nima qilishingiz kerak? Qanday qilib bu maxfiy tariflarni topish va ularga ulanish mumkin? Bu jarayon oson emas. Sababi operatorlar bu haqida ma'lumot berishdan qochadi. Ammo men sizga bosqichma-bosqich aniq ko'rsatmalar beraman. Bu sizga harakatlaringizda yo'l ko'rsatadi. Birinchi qadam: o'zingizning ehtiyojlaringizni aniqlang. Maxfiy tarifni izlashdan avval sizga aynan nima kerakligini aniq bilib oling. O'yiga qancha internet GB, qancha daqiqa tarmoq ichida va boshqa operatorlarga qancha SMS kerak? Qaysi messenjerlar yoki ijtimoiy tarmoqlardan cheksiz foydalanishni xohlaysiz? Qancha mablag' sarflashga tayyorsiz? Bu savollarga javob berish sizga keraksiz takliflarni saralashga yordam beradi va operator bilan muloqotda o'zingizni ishonchli his qilishingizga ko'maklashadi. Masalan, agar siz haftasiga 5-6 soat video tomosha qilsangiz, sizga kamida 20-30 giga internet kerak bo'ladi. Aks holda trafik tez tugaydi va siz qo'shimcha to'lovlar qilishga majbur bo'lasiz. Agar sizning barcha do'stlaringiz va qarindoshlaringiz bitta mobil operator tarmog'ida bo'lsa, sizga tarmoq ichidagi cheksiz qo'ng'iroqlar muhimroq bo'ladi. Chunki bu eng ko'p tejamkorlikni ta'minlaydi. Agar siz har kuni cheksiz Telegram yoki Instagram ishlatmoqchi bo'lsangiz, operator sizga aynan shunday xizmatlarni taklif qiluvchi bera oladimi yo'qmi? Bunga e'tibor qarating. Bularni aniq yozib oling va o'zingiz bilan olib yuring. Ikkinchi qadam: operatorning rasmiy kanallarini o'rganing. Operatoringizning rasmiy veb-saytini diqqat bilan ko'rib chiqing. Ba'zi operatorlar arxivlangan tariflar yoki maxsus takliflar bo'limini yashirin tarzda taqdim etishi mumkin. Odatda bu bo'limlarga saytning quyi qismidagi mayda yozuvlar orqali yoki qidiruv orqali kirish mumkin. Bu yerda siz eski ammo hali ham faol bo'lishi mumkin bo'lgan tariflar haqida ma'lumot topishingiz mumkin. Mobil ilovasini ham tekshiring. Ba'zida ilovada abonentning foydalanish odatlariga qarab shaxsiy, ammo e'lon qilinmagan takliflar paydo bo'lishi mumkin. Masalan, siz ko'p internet ishlatganingiz uchun operator sizga Internet Plus deb nomlanuvchi reklama qilinmagan tarifni taklif qilishi mumkin. U umumiy tariflarga qaraganda ancha ko'p internetni arzonroq narxda beradi. Bu takliflar faqat ilovada sizning profilingizda ko'rinishi mumkin. Shuningdek, operatorning rasmiy Telegram kanallari yoki ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarda ham vaqti bilan qisqa muddatli. Ammo juda jozibador aksiyalar haqida e'lonlar paydo bo'lishi mumkin. Uchinchi qadam: kal markazga qo'ng'iroq qiling. Bu eng muhim qadam. Operatoringizning ishonch telefoniga qo'ng'iroq qiling. Xodimga o'zingizning hozirgi tarifingizdan norozi ekanligingizni va boshqa operatorga o'tishni jiddiy o'ylayotganingizni aniq qilib ayting. Misol uchun shunday deyishingiz mumkin: Assalomu alaykum. Men sizning abonentingizman. Ammo hozirgi tarifim narx va xizmat hajmi bo'yicha menga umuman to'g'ri kelmayapti. Men har oy qo'shimcha internet daqiqalar sotib olishga majbur bo'lyapman va bu juda qimmatga tushyapti. Boshqa operatorlar ancha qulayroq takliflar beryapti va men ularga o'tishni rejalashtiryapman. Sizda sodiq mijozlar uchun yoki maxfiy bo'lgan, reklama qilinmaydigan, lekin yanada qulayroq shartlarni taklif qiluvchi tariflar bormi? Men 5 yildan beri sizning mijozingizman va sizdan yaxshiroq taklif kutaman. Agar birinchi xodim sizga faqat rasmiy tariflarni taklif qilsa va boshqa variant yo'q desa, qat'iy turib, sodiq mijozlar bo'limi yoki mijozlarni ushlab qolish bo'limi, retention department bilan bog'lashni so'rang. Bu bo'limlarning xodimlari ko'pincha
maxfiy takliflar haqida ma'lumotga ega bo'ladi va sizga yordam berishga intilishadi. Chunki ularning asosiy vazifasi mijozni saqlab qolishdir. Bu suhbatni bir necha marta takrorlashga to'g'ri kelishi mumkin. Chunki birinchi urinishda muvaffaqiyatga erishmaslik ehtimoli bor. Suhbat davomida barcha taklif qilingan tariflarning shartlarini, ularning cheklovlarini, masalan, muddatli bo'lishi mumkinligini, qo'shimcha xizmatlarni va ularga qanday ulanish mumkinligini aniq so'rab oling. Hatto suhbatni yozib olishingiz yoki muhim ma'lumotlarni qog'ozga yozib olishingiz mumkin. Bu sizga keyinchalik ularga murojaat qilish imkoniyatini beradi. 4-qadam, operatorning ofisiga tashrif buyuring. Ba'zida kal markaz xodimlari barcha ma'lumotlarga ega bo'lmaydi. Eng yaxshi variantlardan biri operatorning rasmiy xizmat ko'rsatish markaziga borish. U yerda mutaxassislarga shaxsiy murojaat qilib, yuqorida aytib o'tilganidek, o'zingizning ehtiyojlaringizni tushuntiring va maxfiy tariflar haqida so'rang. Ofis xodimlari ko'pincha kal markaz xodimlariga qaraganda ko'proq ma'lumotga ega bo'lishi mumkin va ular kompyuterda mavjud bo'lgan barcha variantlarni tekshirish imkoniyatiga ega. Ular ba'zi eksklyuziv takliflar haqida sizga ma'lumot berishi mumkin. Misol uchun, ba'zi operatorlar faqat o'z ofislarida oilaviy yoki mahalla deb nomlanuvchi maxsus tarif rejasini taklif qilishi mumkin. U faqat bir necha sim karta ulanadigan guruhlar uchun mo'ljallangan bo'ladi va ommaviy reklama qilinmaydi. Shuningdek, ofisda sizga shartnomalar va tarif tavsifnomalarini yozma shaklda taqdim etishlari mumkin. Bu sizning huquqlaringizni himoya qilishda muhim. Sizning mobil operatoringiz sizga qanday maxfiy tariflarni taklif qilgan yoki siz qanday qilib yaxshiroq shartlarga erishgansiz, o'z tajribangizni izohlarda yozib qoldiring. Sizning hikoyalaringiz boshqa abonentlar uchun juda qimmatli bo'lishi mumkin. Birgalikda biz operatorlar faqat o'z manfaatlarini ko'zlab ishlamasliklari uchun ularni shaffoflikka undashimiz mumkin. Keyingi videolarda ko'rishguncha. Xayr.